Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babik. Bir hafta dam olishdan so'ng yangi video chiqyapti. Yangi kelgan Ultimate akemini bitta obunachimiz so'ragandi. Iloji boricha uni tushirib beramiz. Plus Buldropdan UC olib, Telegramga o'tsanglar, Telegramdan tarqatamiz. Bo'lmasam birinchi bo'lib Buldropdan UC'ni olamiz birinchi o'rinda. Buldrop kiramiz, 935 ta bor bizda. Uni obunachimiz to'ldirib berdi. Va birinchi bo'lib biz qaysi biridan olamiz? To'g'ri keladigan hozir men pastda bor edi. Mana shu qizilidan bir 4 talik ketdi. Pastda bizga bir 5000 mingta bulcoin kerak. O'sha bilan mingta bor. Mingta bo'ldi ko'rgan bo'lsa, mingta. Yo'q joydan. Xo'p. Ozgina zararli kirgizdi. Oy 2200 ta. Shunaqa omadli qo'llar bilan boshlab olamiz yana har doimgidek. 2300 ta bo'ldi. Bizga yana 2700 ta, 2,5 mingtacha kerak bu qo'yin. Hozir mana shu yerdan Yakuzanikini otib ko'ramiz. Yo'q, Yakuza emas, Senatornikini otamiz. Senator kazinochidagini otamiz. Qo'shib qo'yishdi. Qanday qo'shdi bilmadim, lekin bu yerga 120 ta berdi. Bitta foyda berdi birlik. 484 ta ozgina foyda, lekin 10 talik bitta risk. Yetirdimi? Yo'q, yetirmadi bu. Yo'q, endi Yakuzanikiga o'tamiz. Hozir o'tdi shuni. Yakuzanikiga o'tib ko'ramiz. Senatorlikka o'tib. Yo'q, BMW mana mashinani yo'qotib qo'ydim anchadan beri. Qani bittalik. Xo'p, Mavic 770 taga otdik. Plus bizga kami 1600 talik kiyim berib oldimi? Bu 3300 ta bo'ldi. Pastda bizga 1,5 mingta, shu mingtadan oshiqroq kerak. Erangilni bosib ko'ramiz. Erangilda masalan bitta lot ko'ramiz boshlanishiga. Xo'p, yaqinda uyga boramiz. Shunda kompyuterda mashina Buldropda aylantiramiz. Hozir telefonda aylantiryapman. Sal qiyinroq ko'rinishi ham. Tushishi ham sal qiyin bo'lyapti. Mana Mevishyonaqa parashlarmi? 1400 ta bo'ldi hozir jami. 1,5 mingtacha kerak bizga, joy ko'p kerak emas. Chunki hozir kattaroq olaman desanglar, minus 800 bo'yapti bittada risk qilib. Agar hozir ozgina qilib tursa, u ertalabgacha 10 mingta UC, 10 ming UC deymana 8 ming UC shunaqa olishimiz mumkin. Ertalabgacha o'ynasa, agar faqat shunaqa plyusdan bersa mayda qilib. Xo'p, hozir bizning ishchi Bruce ham bitta. Ko'rgan bo'lsangiz zararni qattig'ini berdi bizga. 800 taga otdi, 100 qancha ham berdi. Voy, akemni o'tkazib yubordi. Akem deymana emulatorda o'tkazib yubordi hozir. Asli emulator tushganda emas, qoplab ketardi. Ko'rgan bo'lsangiz yana minusga bizni tiqayapti. Sekin qochamizda. Hop. Shundan qani to'ttalab ko'ramiz. Hop. 1200 ta. O yaxshi foyda ozgina foyda. Yana 5 talikdanchi. 2600 ta. Mana. Voy. Bag'am yomon ekan. Hop. Yakuzaniki qaytamiz. Endi hozir Senatornikini otib, endi Yakuzaniki otamiz. Qanday qo'shgan bu yashikka vashim bilmayman. Voy, ultimate tushib qoldi. Bale 2600 ta. Voy jala. Ultimate umuman kamdan kam tushadi, chunki u o'zimiz keladi yashigidan. Qani 5000 taga ham otib beramiz, pul yetadi. 10 mingta bo'ldi, 10 mingta. Xuya. Короче, bolalar, obunachim bilan gaplashdim.
10.000 ta UC'sini 10.000 ta pul coin'ni ikkita akkauntga bo'lib berasiz edi. O'zining akkauntiga bittasini bo'lamiz, ikkinchi akkauntiga yana boshqasini bo'lib beramiz. Birinchi bo'lib ID juda zaifga tashlab qo'ydim joyidan. Zaifga keldi, video cho'zilib ketmasligi uchun tez-tezda qilib olyapman. ID'sini shu yerga solamiz. Hozir bu biratga qancha UC akenga yetadigan UC edi. Solamiz. Bo'ldi. Keyin UC turaveradi. Qachon aytsa olib beraveramiz. Mana 60 bosilib qoldi. Hozir 660 boshqatdan bosamiz. Limitasi bo'ylab kodga teramiz shu yerga. Hop, 660 UC pastga tushdi. Kiramiz, tushdi уже. Olimov 5356 degan akkaunt ekan. Akkauntini crack kod orqali kirdim akkauntiga. Hop, yana 660 UC chiqaramiz va shu yerga qo'yamiz. Bo'ldi, 1321 UC bor. Hop, endi eng katta UC 1800 UC olamiz, Midasburgga solamiz. Midasburgga solindi. Bo'ldi, endi open case boshladik. Akemni olmasa bo'lmaydi, chunki akem kerak ekan. Plus bu yerdan voy, matdan 300 UC yetmay qoldi 1.5 UC olishga. Bu video 1-2 kundan keyin chiqardi. Chunki sal cho'zilib ketdi. Chunki hozir men video qo'ygan paytim bu UC bonus ketib qolishi mumkin. Hop, mana akkauntiga keladigan bo'lsak, leveli 53. Yerdan sog'roqda bo'lamiz. Hop, mana akkauntini anaqasi obzor ham qo'ygan o'rtada bo'ldi mana obzorda. Bunaqa kiyimlari bor ekan, hop, kallalari, qanaqadir bosh. Mifik, ninja maska, mifik sumka. Akkaunt o'ynagani bo'ladi keyin. Ko'ramizlar mana akkaunt ID'sini eslab qolasizlar. Nimadir kerak bo'lsa ID'siga yozishib so'rashingiz mumkin. Hop, prakachkalar 20 bitta ekan, MDG4 kilchat. Bizon, DP hamma narsani qo'llangancha kuchaytiryapti ekan. Hop, birinchi bo'lib biz har doimgidek ERPdan boshlaymiz. Shu narsani esdan chiqarmanglar, 360 UC da 300 UC qilib beradi. Hop, mana 360 UC bo'lsa, hali kupon bilan 300 UC yana ERPsini oldik. ERP 57 top ketdi, birini tezlashtiramiz. Ko'rgan bo'lsanglar 500 ta yana bonus qilib berib bizga. Ikkinchi bu tomondan ERPsini olib qo'yamiz. Bo'ldi. 3300 UC bor. Hop, materiallar nechta ekan? Buni bitta material qilib qo'ydik. 3 ta material bor ekan jami. Hop, endi sekin open case'ga qaytamiz. Ultimate'ga kiramiz. Qani ultimate akemni 3000 UC'ga tushira olamizmi yoki yo'q? 0 UC'dan birinchi va ikkinchi. Hop, ikkita variantga yaxshi. Naklon pritseli. Hop, 10 talikdan ketdi. 500 UC'ga 10 talik. Birinchi o'rib bizga nima tushadi? Hop, bomba tushdi. Agar akemni ko'tarsa, bu bomba ham xuddi akemdaqa kelchab chiqadi. Hop, ikkinchi o'ntaligimiz. Oy, so'mga tushdi ikkinchisida ela. Nafiga. Shu ikkinchi o'ntalikda so'mka bor bizga. Yaxshi akkaunt. Cho'tka akkaunt ekan menimcha. Hop, yana o'ntalik ketdi. Yo'q. Material ham bergan, kraska ham bergan yaxshi bizga, chunki kraska ham muammo bo'lyapti. Ikkita bomba berdi, ikkita bomba 6 kristal. Kristal monetkasiga alishtiriladi. Ketdi yana 10 talik. Kraska deganim yana kraska tushib berdi anchalik. Va buni olamiz. Ketdi yana bitta ham yo'q hozir bizda kristal. Уже
bitta monetga qilib qo'ysak bo'ldi. Mana bitta tosh bor. Garantdan o'sha ozgina qoldi. Bu yerdan olib qo'yamiz. Bonuslarni har xil beradigan narsalarni. Ulgimay qo'yganlar shunaqa bonus UC bonus anaqalar ulgimay qo'yganlar yana ozgina uzog'i 10 kunda yana qaytadi bu narsa. Shunda bir yo'l Fran ochamiz. Fran ochadigan bo'lsanglar, albatta Telegram yozinglar. Birinchi bo'lib Telegramda gaplashamiz. Hamma narsani Telegramda hal qilamiz. Xo'p, material olib qo'yamiz bunisiga. 10 ta bo'ldi. 4 ta material bor. Xo'p, 406 ni kelchatib qo'yamiz, chunki 406 da bekarga tushirmagan. 406 eng kerakli orужие. Xo'p, endi akaga aytamiz. Hozir aytib ham qo'ydim. 300 tashlash kerak. Tashlab beraman bo'ldi dedi. Chunki akani olishimiz kerak. Короче, jigarlar 300 ni ham tashladi. Akkauntiga 1.5 million edi. Oldik shu yerdan. Xo'p, yana ultimate'ga qaytamiz. Ultimate berishi hozir nikakda deb o'ylayapman. Undan avval menga mifik pistoletda otadigan mifik kerak edi dedi. Shuni beramiz dedi. Bo'ldi, ana shu mifik olindi. Xo'p, endi ultimate'dan hozir 1803 dona 10 talikka otishimiz kerak. 3 dona 10 talikka. Qani akam tushami yo'qmi? Akim tushadimi yo'qmi? Ketdik. 3 dona 10 talikka. Yo, akim tushish kerak, keyin monetga tushish kerak. Hozir bizda bittasini bitta garant bor. Kulishitrini ham berdi, pashti. Xo'p, qani tushmasa bo'lmaydi. Uy, yaxshi, so'mkasi tushishini qaytatdi. Yana bittami bo'ldi, akim olindi. Agar asha so'mka tushmaganda hozir bilmadim, akimni olmagan bo'lardik. Yana 100 tashlashga to'g'ri kelardi. Akkaunt omadli. Akkauntdan men qo'lim omadli. Xo'p, endi mana shu yerdan tiq alishtiramizda akimni monetga sotib olamiz. O'sha akimni sotib oldim. Hop, qachon tursam bo'lsa bo'ldi. Mana akim yana elektoran qilib qo'ydim bu donatorskiy urinini. O'zimnikini bilsanglar 63. Sekin ko'taramiz. Telegramga o'tinglar, sekin ham ko'taramiz, har bir qilamiz, UC olib yana open case qilamiz. Shu grafik ham o'zgarib qoldi. Xo'p, ana endi akimni ko'ramiz. Ana akim. 406 dan o'sha kelchat qilib qo'ydik. 4 ta materialga. 2 ta material o'zimiz masonga tushdi. So'mka tushdimi? O'zidan bitta so'mkasi bor ekan, akimdan ushatib qo'yamiz. Xo'p. Qaranglar. Akkaunt. Akim qancha go'zal kelibdi. Sizlarga maslahat beraman, akimni olishga. Ko'rgan bo'lsanglar 3100 ga tashladim. 3100 ga akimni olyapti. Xo'p, bunga hozir yaxshi kiyim kiydirib bo'lsa, ona zo'r ketadi. Yana buni kiydirib beraylik-chi. Bu har qalay yaxshi turdi. Kepashi. Bu pastdan achkida kiydirib qo'yamiz. Qora achkida shu bilan mana o'sha akkauntini ko'rishingiz mumkin. Yarqirab qoldi. Bu yangi mifik, yangi so'mka, yangi akim, yangi M406 kelchat bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar mana hamma yo'qdan bor. UC bonusda ham olganimiz ham yaxshi bo'ldi. Bir tomondan ancha pateshya qildi UC bonus. O'sha kiyintirib ham qo'yamiz, chunki obunachilarimiz kirib o'zida agar o'yinga kirib ketaveradi. Umuman ziyoni yo'q. Xo'p, mana prokatchika akimni oldik. Endi akimni qachon kelchat qiladi bilmadim. Birinchi o'rinda kelchat qilganimiz yaxshi bo'ldi bu 406 ni. O'sha akimni ham sekin kelchat qilsa, uje
akkaunt cho'tka bo'lib qoladi. Bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Har doimgidek 60 UC bor. Hop, emotsiyasini qo'yib qo'yamiz. Hammaga omad. Telegramga o'tib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda 1000 ta olamiz, 1000 taga konkurs qilamiz. Hammaga omad.